Sizni telefoningizga kimdirlar ulanib olib, kimlar bilan gaplashyapti, kimga SMS jo'natyapti, kimga SMS jo'natmayapti tekshirishni bilarmidingiz? Agar bu videoni ko'rsangiz, qanday qilib kimlar siz telefongizga ulanib olgan yoki ulanmaganini qanday qilib tekshirishni va o'chirishni o'rgataman. Ikkiga olib qo'ydim. Bu Samsung ekrani edi. Demak, videoni orqacha ko'rsangiz, sizni telefoningizga kimlar ulanib olgan yoki ulanmagan, uni uzishni, o'chirishni o'rgataman. Videoni orqacha ko'ramiz. Bitta like sizdan, o'rgatish bizdan. Bosdik. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib yulduzcha reshotka 21 reshotka qilamiz. Keyin jo'natishni bosamiz. Bu braklarni jo'natish shart emas, o'zi chiqadi. Qaranglar, hozir bu yerda mana hammasi yo'naltirilmagan. Agar atkichon bo'lsa sizlarda, demak yo'naltirilmagan. Agar diklichon bo'lsa, tekshirishni o'rgataman. Yulduzcha reshotka 62 reshotka. Xo'p. Bu endi qaysi nomerdan kuzatyapti? Bu aloqa operatoriniki, boshqa nomer bo'lsa, bundan tashqari undan xavotir olmasa bo'laveradi. Agarda boshqa nomerlar ulangan bo'lsa, ularni polni hammasini o'chirish, yulduzcha reshotka 002 reshotka qilib jo'natamiz. Shun bilan, asha sizga qaysi nomer ulangan bo'lsa, hammasi chiqib ketadi, tayyor. Video yoqqan bo'lsa like, do'stingiz ulashib qo'ysa esdan chiqmasin.